Toshkentdan Moskvaga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, shunday avtomobil O'zbekiston nomerdagi reysli avtobuslarni tavsiya qilamiz. Reyslarimiz kuni dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlari. Kim ketmoqchi bo'lsa yoki kelmoqchi bo'lsa, shoshiling nomerlar ekranda turibdi. Hali hamon bizga obuna bo'lmasdan kuzatyapsizlarmi? Sizlarga обязательно iltimos qilaman, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki bizlarda aksiyalar, yangiliklar bo'lmoqda. Hozirda mana bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb 7-aprel kuni Toshkentdan Moskva направленiyamiz 750 ming so'mdan qo'yardik. 24-mart esinglarda bo'lsa 650 mingdan yo'lovchilarimiz ketgandi. Yo'lovchilar yana talablariga binoan 7-aprel kuni 750 ming so'mdan bilet narxlari bo'lib ketdi. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, bormi mardi bundan-da arzon qiladigan. Mana bizda 750 ming so'mdan bemalol ketsanglar bo'laveradi. Bitta odam keladi, 10 ta odam keladi, farqi yo'q. Nestani narxi 750 ming so'm. Zapret deporti borlar uchun pasportlar tashlaysizlar, xolasizlar yo'ldan tekshirib beramiz, besilar. Bilmasdan tekshirishni emas, har bir yo'lovchiga bittadan so'mga 60-70 kilogrammgacha so'mga tamoyishlar. Tamoyishli rasxodlarni bilasizlar, 100 rubl yoki 200 rubl tamoyishli rasxod bo'lishi mumkin bitta Rossiya bilan Qozog'istonda. O'zbekistonda hamma so'mkasini tushiradi, qoplanma tamoyishdan o'tadi va ketadi. Keyin akalar, ukalar joylarni band qilganinglardan keyin iloji boricha ertaroq kelishga harakat qilinglar. Chunki bu yerda yo'lovchilar qolyapti, har xil holatda bo'lib qolyapti. Iltimos qilamiz, pasportlarni tashladinglarmi, joyni band qildinglarmi? Ertaroq kelinglar, hech qanaqa ziyoni yo'q erta kelishdi. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilinglar, like, kommentariy beringlar. Kanalga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.